Hayotimizda pingvin kabi bo'lishimiz kerak. Dünyanın konuştuğu o penguen Один из них привлек наше внимание. Internetda bu pingvin mashhur bo'ldi. Minglagan odamlar bu haqida o'z fikrlarini bayon qilishdi. Ijtimoiy tarmoq esa bu fikrlar bilan to'lib ketdi. U minglagan pingvinlar bilan bir yo'nalishda yurish kerak edi. Bu to'dadan ajradi. Uning aynan shu jihati esa muhokamalarga sabab bo'ldi. Hech kimga ergashmadi. Yolg'iz o'z yo'lida qat'iy holda yurib ketdi. Odamlar esa bunga hayron bo'lishdi. Kimdir xavotirli fikr bildirsa, yana kimdir ijobiy, yana kimdir salbiy fikrlarni bayon qilishdi. Albatta, Alloh azza va jallaning har bir ishi hikmatga egadir. Mening mavzuim esa bu pingvin bilan emas. Insonlarning orasidagi bir holat e'tiborimni tortdi. Bugun insonlarning orasida ham shunaqa emasmi? Bugungi zamondan birozgina chetlanib, diniga yaxshiroq amal qilaman degan kishi insonlar orasida g'alati tuyula boshlaydi. Zamondan orqada qolgan, hayotdan uzilgan, go'yoki o'zini halokatga tashlagandek bo'lib ko'rinadi. Ba'zida esa buni ochiqchasiga e'tirof ham qilishadi. Lekin Qur'on bu haqida bizga nima deydi? Agar sen yer yuzidagi ko'pchilikka ergashsang, ular seni to'g'ri yo'ldan adashtirurlar. An'om surasi 116-oyat. Demak, ko'pchilik haq degani emas. Ba'zan haq yolg'iz bo'ladi, ba'zan esa to'dadan ajralishda bo'ladi. O'sha pingvin ham adashgan emas, balki u shunchaki ergashishni istamadi. U o'z yo'lini o'zi tanladi. Bugun diniga mahkam yopishgan kishi ham shunday. Odamlar ko'zida g'alati ko'rinadi. Aslida esa Alloh azza va jallaning huzurida to'g'ri yo'lda bo'ladi. Ko'pchilikka ergashishlik oson, ammo haqda yolg'iz yurishlik esa jasorat deyiladi. Alloh azza va jalla esa bizlarni ko'pchilikka emas, haqqa ergashganlardan qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.